Siz tongda bozorga tushingda bozor qilib ko'ring. Ya'ni tongdagi uyqu, tong otguncha bo'lgan uyqu bundan qaytarilgan ekan. Ya'ni bu uyqu insonda barakani o'chirar ekan. Ya'ni bomdoddan keyin uxlash barakani o'chirar ekan. Baraka deganda ko'pchilik pulni tushunadi. Pulda emasga. Baraka degani mana qarang, isbotlangan narsani aytaman. Tongda inson miyasi eng ko'p va eng sifatli informatsiyani qabul qiladi. Oddiy misol, barakaga misol keltiraman. Moddiy tarafdan barakaga. Siz tongda bozorga tushingda bozor qilib ko'ring. Masalan, yakshanba kuni ertalab soat 5 dan keyin bozorga tushib 1 soat bozor qilib keling. Keyingi yakshanba soat 9 da yoki 10 da boring. Agar bu yakshanbada 700 minglik bozor qilgan bo'lsangiz, keyingi yakshanbada 1 millionlik qilasiz. Chunki tongda eng arzon, eng sifatli, eng birinchi qo'ldan olasiz. Bir pas o'tgandan keyin olgan odamlar uni qo'shib ustiga qo'shib sotadi. Birinchidan sifati qochadi, ikkinchidan narxi baland bo'ladi. Mana sizga bittagina o'sha ertalabki barakani sizga misol. Ham ilmda ham, moddiyatda ham jismonan shug'ullaning ertalab. Kun davomida energiyangiz bo'ladi. Bu ham bir barakani turi.